Bizda bir ajoyib tendensiya bor. Sohaga o'z sohasini egasi bo'lmagan shaxsni rahbar qilib qo'yishadi. Xo'p, bu rahbar shu sohani yaxshi lideriga aylana oladimi? Albatta aylana oladi. Faqatki u ish boshlagan kunidan boshlab shu sohani tartibga soladigan barcha normativ huquqiy hujjatlarni ko'rib chiqishi lozim. O'zim ham ilk marotaba o'zimga yangi bo'lgan sohada rahbar bo'lganimda birinchi qilgan ishim stolim ustida shu sohani tartibga soladigan barcha normativ huquqiy hujjatlarni o'qib chiqishdan boshlangan. Sababi bizda shunaqangi bir fikr bor. Yurisprudensiyada tartibga solinmagan narsaning o'zi yo'q. Har bir holat normalar, qoidalar va nizomlar bilan tartibga solinadi. Shu uchun agar siz o'z qilayotgan ishingizni huquqiy mexanizmini yaxshi biladigan bo'lsangiz, jamoani va xodimni boshqarish oson bo'ladi va sizga qo'shtirnoq aql o'rgatadiganlarga shans qoldirmaysiz.